Assalomu alaykum. Nima bu? Nima bo'ldi? Bo'lmabdi. O'tiring. Shuni odam qilasda kelmadimi? Kelishni hal qilamiz. Qanaqa qo'yishni? Ne qo'ying, azizga qolamiz. Azizga nima deysiz? Nargiz yashashni biladi. Nega? Aytamanda. Achkimda omang bo'yamaganman-ku. Ijtimo qilmaydi. Zirinaniki bu. Men sizni yaxshilab ko'rib turishim kerak. Nima ish qilayotganingizni Hozir kraska tegib qolibdi. Ha, kraskani olib hali ungacha. Ha, bu. O'zi boshimni yechib qo'yib, bitta bir yalang'och o'tirgandek o'tiribman. Voydan juda mazasi yo'q ekan. Jinday emas, anchagina. Yo'q. Bugun premyera bo'lsa. Bugun premyeramiz bor Zo'r TVda. Juda shunday chiroyliqki, o'sha kanalda mendan go'zal yo'q bo'lsin aytib qo'ying. Bo'ldi, xuddi shunaqa bo'ladi. Sizdan go'zali bo'lmaydi. Menga juda ham ajoyib talab qo'yishdi. Kraskangizni isitib suring degan hozir. Ha, isitib sur. Uni isitib suradigan bo'lsam, tarkibi o'zgarib ketadi. Ha, xo'p dedim qo'rqqanimdan. Elimizda surtmang, issiqroq qiling san. Iltimos. Hozir bo'ldi. Mening gapim bo'lmay. Bo'ldi, xo'p. Anaki. Boyagi basharadan asarim qolmadi. Qanchalik chiroyli bo'ldingiz. O'zi chiroyli-ku siz. Go'zalligi qalbiga turibdi, shuning uchun luboy kiyimda bo'lsangiz ham sizni yaxshi ko'rishadi. Luboy kiyim deb hozir men kiyimimni past ko'ryapsizmi? Yo'q, to'n kiyib keldingiz-ku, boshingizga ro'mol. To'n hamma kiyapti, to'n. Yo'q, birdagida yaxshi, azadormisiz deb so'ramadim. Ro'mol olib kelganman. Bugun kechga premyera. Bugun premyera.